o'sha arzonchi, o'sha optimchi, eng muhimi buqalarni mana bunday xudo xolasa liderlarini olib keladigan inson, ya'ni Ziyodbek akamizni mini mol firmasiga tashrif buyurdik. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Assalomu alaykum. So'roy bozorining baland qadrdonlari, hop, aka, uka, do'st birodarlar, bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan hoji ota, hojilar, aka, singil do'st birodarlar. Hop, mana bugun sizlar uchun Ziyodbek akamizni o'zlaridan inshaalloh buqalarni zo'rlarni olib kelibdilar obunachilar. Bugungi kunimiz 19-aprel. Hop, haftaning yakshanba kuni 2026-yilda mana bunday syomkalarimizni qilganmiz. Hop, bir donadan like tugmachasini bosib kanalga obuna bo'linglar. Biz bo'lmasa bularning ma'lumotlarini Ziyodbek akamizni o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar sog'lang, yaxshimi? Bugungi kun hammamizga mana xayrli o'tgan bo'lsin. Inshaalloh. Xudo xolasa, Alloh hammamiz umrimizga baraka bersin, qilayotgan ishlarimizga, bunaqangi chorvalarimizga ham baraka bersin. Bunaqangi hayvonlardan zo'r sifatli ertaga kelajagiga foyda qiladigan buqalar og'illarimizda, uylarimizda to'lib tursin, xudo xolasa. Ilohim. Hop, aka, bugunga soni oz ekan. 6 ta sozgina. Ozgina hop. Bularda bo'lmasa kuttirmaylikda, o'zi soat millarimiz ham kech bo'lib qoldi. Shunday tas narxini aytaylik obunachilarga, shu uylariga shu bugunning o'zida kirib borsin. Bo'laveradimi? Hop, obunachilar xudo xolasa buqalar har doimgidek sinovdan o'tgan. Hop, inshaalloh o'zlaring ham yedashisini 3 kun sinov muddati bor albatta buqalar xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz. Hop, aka, bularni bo'yini bitta o'lchagan bo'lsangiz kerak. O'lchadik, ha. Hop, necha santimetr chiqayapti eng kattalariniki? Kattasi 1.30 chiqayapti. Hop, eng kichkinamizniki necha? Kichkinasi 1.20 atrofi chiqayapti. 1.20 atrofi. Bo'yi unchalik baland bo'lmasligi mumkin bo'ydori, lekin sifatiga, sortiga kuchli mol hammasi. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar birinchisi ham mana bunday buqani xudo xolasa o'ta go'zali. O'ta shu shovqin-suronga boy obunachilar. Like deb bosgan insonga har doim aytaman, mana shu buqalardan 20 talab, 30 talab boqishni niyat qildim ochiqini aytganda. Havas qilgan bo'lsangiz, bir donadan like bosib keting obunachilar. Hop, buqamiz kurashchini xudo xolasa chiqarmagan, lekin orqa sonlarini ko'ringlar. To'rson, mashalloh, ko'rpa solib yotsa ham bo'laradigan darajaga o'zi kelib qolibdi. Tepa qismlarini ko'ringlar obunachilar, ey. Mana. Jonivor, ey. Buqani turishiga bitta like bosib ketinglar, ey. Mana bu tarafdan bitta ko'rsataylik. Otga o'xshab turadi, ey, jonivor. Hop, bitta o'ziga narx aytamizmi buni aka? Bitta o'ziga aytaveramiz. Hop, bo'lmasa buni bitta o'ziga narx aytaylik. Kelganda qo'lda bering. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Nech pulga bo'lsa olasiz mana shu buqani? Xo'p. Ilohim hammamizga baraka bo'lsin. Ilohim. Biz ham sotib baraka topaylik, ular ham ozgina mehnatini qilib baraka topsin. Xudo xolasa. Xo'p, 27 million so'mga kamini qilib beramiz. Mana bir qator ko'rsatdingiz, molni xudo xolasa kemagan joyi yo'q. Hop, ko'rinib turibdi. Orqa boshlari korobka, pachka, ertaga toshtarozi kelaveradi. Yo, aka, bitta narsa-da. Mana narsani har safar aytamiz. Misol endi to'g'ri. Hali 10 so'm aytaylik, ochiqni aytganda hali 9 so'm olsin obunachilar. O'zi shunaqa, savdo sotiq ham o'zi shunaqa. O'shanga kelishtirib, yo'lida qilib bitta ayting. Hali men ham so'ram. 200 ming bo'lsa ochiqni aytganda sizdan so'ramayman. O'zi bilasiz, bo'ladigan narxni qo'yib baribir yengil beher shumaydi. Buqa lekin to'g'ri. Zo'r, haqiqatdan buqa ochiqni aytganda zo'r. Ayting narxini bir kelishtirib ayting aka, ochig'i. 300 so'm kam bersin, xursandmisiz? 26 million 700 so'mga uylariga yetkazib beraman, xursand bo'lsa. 26 million 700 ming so'mga keng qo'ldi bering. 26 million 500 ming berishadi. Telefon qilsa uylariga olib borib berasiz, bo'ldi. Tamam, boshqa gap sig'maydi. Unaqa ko'p qo'yib aytilmaydi o'zi. 26 million 500 ming so'm. Endi hali kirib boradi, xudo xolasa. 26 million 500 ming so'mga telefon qilishadi, bo'ldi, uka. Jo'natavering deyishadi, bo'ldi. 26 million 500 mingga ketaveradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 26 million 500 mingga talashib, tortishib, xudo xolasa tushirib qo'ydik. Like'larni bosib, mehnatimizni qadrlab turasizlar, xudo xolasa. Hop, undan keyingisiga obunachilar tim qora variantidan to'qol variant obunachilar Angusga gibridmi? Xudo xolasa, lekin mol bor. Hop, mol ochiqni aytganda yaltirab turibdi, mashalloh. Ko'ringlar, jonivor.
Xudo xolasa bizga yoqdi, inshaalloh sizlarga ham. Hop, yoqadi degan umiddamiz obunachilar. Tepa qismlari, orqa holatlari mol yaxshi holatda, ideal holatda turibdi, lekin buqoni oldi tarafi haqiqatan o'ta kuchli ekan, orqasiga nisbatan ham oldi kuchli narsa ekan. O'zi go'shtni qiladigani oldi bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Hop. Bu ham tish chiqarmagan xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa yosh bo'lar. Hop, endi qo'lni bering obunachilarga. Bitta gapiring, boshqa so'ramay, agar qimmat bo'lsa so'rayman. 25,5 ketaveradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. 25 million 500 ming so'mga mana shu buqa narxi to'g'ri keldi degan umiddamiz obunachilar. Telefon qilinglar, tezda barakasini qilib, shu bugun 2 soat oralig'ida inshaalloh uylaringga kirib borsin mana shu buqa. Hop, bo'lmasa undan keyingi variantiga shvetidan ko'rsatamiz. Toza qonli shvet. Bo'ylari ham xudo xolasa bor. Bu 23 atrofida, 25 atrofida kelaveradi. 25 plus-minus. Ha. Kerak. Hop. Buni orqa boshi ham yaxshi holatda ekan. Jonivor. Ular bor, bir qator mana. Bu yoqdan ham ko'rsatgan oldida. Oyoqlarini ham bir qator ko'ringlar. Xudo xolasa mana stakan tuyoq. Ol gazi bormi? Uzun. Gazi kuchli haqiqatan ko'rinib turibdi. Oldi orqa bir xil. Oldi orqa bir xil. Hop. Buni ham qo'shamizmi yoki Bundan buyon bir-biriga sifati ham ha, o'sha sifati ham sorti ham ochilganda to'g'ri kelar ekan. Sifat kelaveradi. Voy jonivor, mashalloh, orqa boshini ko'ringlar, obunachilar nima deyapti? Arqonga tushmagan ekan buqa. Voy. Ochiq menga yoqdi aka, mol. Ideal narsa ekan. Uzunligidan ham aka, orqa boshini ko'ringlar obunachilar, sandal qilib yotsa bo'laveradi, jonivordi. Turishiga bitta like bosib ketinglar. Jonivor. Hop, bu ikkinchi buqamiz, xudo xolasa. Hop, endi qo'lni bering, narxini tez eshitaylik. Necha pulga bo'lsa olsin? 24,5 emas. 24 million 300 ming berishadi. Xursandchilikda uylarga kirib boradi. 24 million 300 ming so'mdan. 24 million 300. Tanlab olishga necha pul qilib berasiz aka? Tanlab olishgami? Ha. Xo'p, tanlab olishga 24 million 200 ming so'mdan xursandchilikda. Hozir tushunolmay qoldi hozir. 24 million 200 dan tanlab olishadi. Ha. Xo'p, egalasi bir joyga bo'lsa 24 dan ozroqdan kamar qilib beraman. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Mashalloh. Qadrli obunachilar, 24 million so'mdan ikkitasi birida ketaveradi. Like bosdim uka. Videoingda tanish bilishga jo'natdim degan obunachiga 24 million 200 ming so'mdan xohlaganingizni tanlab olaverasiz. Hop, undan keyingi variantiga gibrid buqamiz obunachilar. Ko'ringlar, nimaga gibridligini topgan odam albatta kommentariyaga yozib ketasizlar. Hop, orqa boshini ko'ringlar. Orqa boshi ham xohlasa o'ta go'zal holatda, molda gazi kuchli. Bo'ladigan. Ko'rinib turibdi orqa boshlaridan. Eng muhimi obunachilar, mana tuyoqlari o'ta skromniy holatda turibdi. Jonivor, mashalloh. Hop, bu ham xudo xolasa ko'rinishidan yosh ko'rinib turibdi. Yosh xudo xolasa, yoshligi yosh obunachilar. Bitta mashinani ko'rsataylik. Bunday nar tarafga suringda molni bir uzoqroqdan yaqqol ko'rishsin. Ana shunday, ha. Voy jonivor, turishini ko'ringlar, ey. Mashalloh. Hop, bu birinchisi. Hop, bu birinchisi. Bunisi ikkinchisi obunachilar. To'xtang. Voy, zo'r turuvdi. Oldini ko'ring obunachilar, ey. Beldan qalin. Bo'yinda ko'ringlar, mashalloh. Jonivor, ey. Qayerdan keladi shunaqa mollar obunachilar? Yana astovadi Yana astovadi keladi, to'ppa to'g'ri. Haqiqatan oldi o'ta kuchli ekan. Garbonoslari ham haqiqatan buqani fasadini berib turibdi, ochig'ini aytganda. Hop, bu ikkinchi buqamiz. Xudo xolasa narxini bitta aytaylik aka. Obunachilar maza qilsin, keling. Qo'lni bering. Xo'p, 23 dan istagan bo'laveradi. O'tgan safargi sotilayotgan. Yo'q, sotilsin-da. Yo'q, endi oldin sotilayotgan mollardan xudo xolasa sortlari ham kuchli kelyaptiki, past yegani yo'q. To'ppa to'g'ri. Buni 23 emas, 22 million 800 dan xursandchilikda uylariga kirib boradi agar. Bir joyga oldim deysiz. Bitta gap gapiraman. O'sha gapni gapirmang. Gapiring bo'pti. Hop, siz bunday hisob kitob qilganingizda 45 million 600 ming so'm pul bo'lar ekan. Ha. Bir joyga olsa 45-6 bo'ladi. Qarab turing. 45 millionga dastavka puli qo'shib berishadi, 300 ming so'm. 45 million 300 ming so'mga agar muomalaga tushib qoladigan bo'lsa,
obartirib beraverasiz. Agar yo'q uka, menga oz 50 ga bo'laveradi. Usrat turaveradi desangiz 45 millionga muomala ko'rsatib beraverasiz. Bo'laveradimi? 45 million 200 million berishsin. Xursandchilar tekrar boradi. He, Kanal o'zimniki 45 millionga sotdim. otangizga rahmat. Mana shu gapni ochiqni aytganda kutib turuvdim. Qadrli obunachilar, kanalda rivoj uchun layklarni bosib, mehnatimizni qadrlagan holda podeshkani qilib turasizlar. Sababi mollarni narxi xudo xolasa inshaalloh narxidan ham sifati sizlarga to'g'ri keladiganlardan olib keladigan inson Ziyodbek akamizni mol firmasidamiz. Sababi obunachilar videoni maksimal darajada tanish bilishga jo'natasizlar. Nima deysiz aka? Obunachilar kanalda rivoj uchun qo'ldan kelgancha narx-navosini ham, sifatini ham o'ta joyida qilyapmiz, xudo xolasa-da. Sizlar kanalda rivoji uchun bizni mehnatni qadrlab, obuna bo'linglar, kommentariyaga yaxshi fikrlarni yozinglar, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Kanal yana ham rivojlansin, obunachilar ko'paysin. Bundan ham zo'rlari kelaveradi. Bo'ladi. Bo'lmasa bitta gap qarab turing. Buni 6 tasini ham bitta joyga narx qildingizmi, qilmadingizmi? Ochiqni aytavering. 6 tasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, Ha. 24 million 200 dan xursandchilarda kirib boradi ularga. 20 tasini bir joyga oldim degan. 24 million? 200 ming so'mdan. Ha, hop, 6 tasi bitta joyga 24 million 200 ming so'mdan telefon qilsa qaygacha olib borib berasiz? So'ramayman mayli. 24 million 200 dan bo'ladigan bo'lsa, Ha. Toshkentgacha olib borib beramiz. Vodiy bo'ylabga beherish olmaydi. O'tib ham beramiz. Vodiy bo'ylabga 24 million 100 dan olsin. 24 million so'mdan telefon qilishadi bo'ldi, uylarga bor. Bor baraka. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 24 million so'mdan mana shu buqalar ochiqni aytganda sizlardagi bo'lishi mumkin. Telefon qilishga shoshilasizlar obunachilar, soni 6 bosh. Xudo xolasa Namangan viloyati So'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida, ya'ni Ziyodbek akamizni hop uylarida turibdi. Albatta, layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar.